Dam olish kunlari harorat 42 daraja ko'tarilishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet O'zbekiston bo'yicha joriy yilning 20, 21 hamda 22 iyun kunlari kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra 20 iyun kuni kunduzi O'zbekiston hududi bo'yicha 34-37 daraja bo'lgan nisbatan qulay harorat fonida asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Dam olish kunlari harorat yana 38-40 daraja, janubda 42 daraja ko'tarilishi kutilmoqda. Faqat respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat bugun kunduzi 35 daraja atrofida bo'ladi. Shanba va yakshanba kunlari 37-40 daraja ko'tariladi deya xabar berdi O'zgidromet. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.